Josep Guardiola Angliya Premyer Ligasining 29-turidan o'rin olgan Manchester City Brighton uchrashuvidagi 2-2 hisobidagi durang natijadan so'ng o'yin haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov esa uchrashuvda 90 daqiqa harakat qildi, biroq ikkinchi bo'limda avtogol evaziga o'z jamoasi darvozasi ishg'ol qilinishiga sababchi bo'lib qoldi. Salom Pep, bugungi natijani adolatli bo'ldi deb hisoblaysizmi? Borimiz shu. Bugungi o'yin Nottingham bilan o'yindan ancha yaxshi bo'ldi va o'ylashimcha bizda yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Birinchi taymda 2 ta gol urdik. Savioda esa, ikkita ajoyib imkoniyatlar yuzaga keldi. Albatta, bu ancha yaxshi. Lekin ular Ryuter va Joao bilan markazni bog'lashdi. Ularda fantastik futbolchilar bor. Bo'sh hududlarda Minte va Mitoma juda xavfli, biroq biz ularni nazorat qila oldik. Baleba va Gomes esa markazdagi duellarda ko'pincha g'alaba qozonishdi. Biz tomonda esa Doku eng xavfli o'ynagan futbolchi bo'ldi. Marmush ham xavfli edi. Savinho esa qanotlarda vaziyat yaratdi. Himoyamiz ham yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Ruben bilan Husanov ham fantastik darajada edi. Ikkinchi taymda hisobda oldinda bora turib, hujumga bora boshladik. Afsuski gol ura olmadik. Vaholanki bizda yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Keyin esa burchak zarbasi. Va biz biroz ishonchsiz harakat qildik. Buning oqibatida gol o'tkazib yubordik. Brighton hisobni tenglashtirganidan keyin esa bizda muammolar yuzaga kela boshladi. Bizning hozirgi holatimizdan kelib chiqsak, bu yangilik emas. Biroq biz o'chib qolmadik va kurashishda davom etdik. Bernardo ham vaziyatlar yaratishga intildi. Balki Balebada zo'r imkoniyat bo'lgandir, ammo biz ham oxirigacha hujum qildik va yakunda bir ochko ishlab oldik. Pep ayni paytda jamoa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashda finish yo'lagida turibdi. Bu siz uchun ham qiziqarli raqobat bo'lmoqdami? Shunaqaga o'xshaydi. Rosti hayronman. Mavsum yakunigacha 9 ta o'yin bor. Oldinda bizni og'ir o'yinlar kutmoqda. Oxirgi o'yinlardagi natijalarimiz yaxshi emas. Lekin har qalay bugun yutqizib qo'ymadik. Nottingham bilan o'yindagi singari oxirida gol o'tkazib yubormadik. Xato qilmadik. Biz yetarlicha yaxshi o'ynay olmadik. Lekin oxirigacha kurashdik. Salom Pep, siz bugun Erling yana bir muhim marraga yetib kelganini bilasizmi? Menga aytishdi. 100 ta gol. 100 ta gol? Yo'q, 100 ta golli ishtirok, ya'ni 84 ta gol va 16 ta assist. Boshqa yutuqlari fonida bu natija haqida nima deya olasiz? Yomon emas, shunday emasmi? Yomon emas. U har doimgidek o'z o'rnida. Umid qilamizki, yanada yaxshiroq o'ynaymiz va unga yanada ko'proq gol urishga yordam beramiz. Rahmat. Salom Pep. Siz jamoaning ruhiyati bugun ancha yaxshilanganligini aytdingiz. Ancha yaxshi. Stadion atrofida qandaydir bir asabiy kayfiyat hukmronlik qilayotgandek bir tuyg'u o'tmadimi? Xuddi shunday. Albatta, hamma bosim his qilishi aniq. Bu yordam bermaydi, to'g'rimi? Bordi-yu shunday bo'lsa ham biz yaxshiroq o'ynashimiz kerak. Demak, siz ular uchun yaxshi o'yin ko'rsatishingiz kerak, shundaymi? Aynan shunday. Xuddi shunday. Yaxshi paytlarda ham ular bor. Lekin qiyin vaziyatlarda hamma buni his qiladi, hamma sezadi. Buni hamma tushunib turibdi. Hatto siz Jek ham buni tushunib yetdingiz.